Assalomu alaykum hammaga. Bugun keyingi hafta uchun bir nechta forex paralarida analizlar qilamiz. Birinchi o'tgan haftagi analizlarni dan xulosa chiqarib, ya'ni ko'rib chiqib, ya'ni analizim ishlab berdimi yo'qmi ko'rib chiqib, keyinchalik keyingi haftagina boshqa analizlar berib boramiz. Demak, o'tgan haftada aytilgandiki, mana bu zonada narx mana shu zonalarda edi. Biz aytgandikki, narx mana bu yerda iPod zonani buzib o'tishi uchun birinchi ana bu yerda order blok zonani qoldirgan, shu yerga narx o'tib keyinchalik harakatlanib delgandi. Ammo narx iPod zonani shakllantirdi, faqatgina haqiqiy iPod shakllantirdi, faqat bu yerga bormasdan buzib o'tdi. Endi keyingi haftaga bizdan qarashimiz nima qilsak, asosiy trend baribir buy trend. Shunga keyingi haftaga mana bu zonadagi breaker blok mavjud. Shu breaker bloklardan narx qaytib, agar narx qaytsa, shu zonalardan reaksiya olib dalshi tepadagi lipidlarni buzib o'tishi mumkin. Mana shulargacha qisib ko'rsak bo'ladi. Endi keyingi paramiz Euro USDni qarasak, Euro USDda iceberg qolib ketgan. Bunda o'tgan hafta aytilgandiki, mana bu zonadagi icebergdan reaksiya oldi. Endi trend biroz pastga harakat qilgandi va dalshi endi pastdagi bosslarni buzish uchun keladi deyilgandi. Ammo bu biroz reaksiya olib anchagacha tushib berdi. Baribir aytilgandek bossga buzib bermadi. Trend o'zgarib hozir buy trend hosil qildi, ya'ni long trend hosil qildi. Hozir narx mana bu zonada OB order blok hosil qilgan. Shu zonadan endi o'zimizga bir kirish nuqtasi qilib olsak bo'ladi. Agar narx oxirgi indusni buzsa ekan, biz shu yoqlardan yana bitta point nuqta topib kirishimiz mumkin. Keyingisi HPP USDga qarasak, agar HPP USD ham Euro USD kabi bir xil analiz qilingandi, ya'ni bunda ham Euro USD aytilgandek bir xil qilingandi. Mana bu supply zonaga, mana bu zonadagi order blok zonaga kelgandi va narx shu zonaga pastga harakatlandi deb aytilgandi. Narx shu zonaga kelgandan keyin pastga harakatlandi, ammo biz aytgandek, kutilgandek ishlab bermadi, ya'ni trend bu yoqqa o'zgarib long trendga o'zgarib ketdi. Hozir mana bu zonalarda order blok zonalari mavjud. Agar narx qaytib kelsa shu zonalargacha, shu zonalardan entry qilsak bo'ladi, yo shu zonani o'zidan ham ketish mumkin. Chunki hozir ham order blok zonasiga turibdi, yoki shu order bloklardan bunisidan reaksiya olib dalshi yana tepaga ketishi mumkin. Keyingi paramiz out USD bo'ladi. Out USDda o'tgan hafta narx mana shu zonalarda edi va aytilgandiki, mana bu order blok boy yo'qda, mana bu order bloklardan narx pastga qaytish kerak edi deyilgandi. Mana bu zonaga keldi, birinchi marta reaksiya olib pastga tushdi, ikkinchi marta ham shu yerga keldi va hozir yana pastga tushmoqda. Menimcha bir pastga tushgan 3-gacha endi long trendni ko'rishimiz mumkin. Mana bu zonada FVG qolib ketgan. Mana shu FVG zonadan buy kutish mumkin.
narx shu zonada kelgan payti baygari kutishimiz mumkin. Keyingi paramiz HUSD bo'ladi tillada. Trend sell edi va order flow qolib ketgandi. Narx order flow kelib, shundan reaksiya olib pastga tushadi deyilgandi. O'ta mukammal shu order flowga tekkan va narx tushib bergan. Keyinchalik trend yana long o'zgargan. Hozir ko'proq longga ideya qidiramiz. Agar narx mana bu zonani buzib o'tsa, mana shu limitlarni dalshi shu şekilde ana bu yerdagi ma'lum bir order bloklardan reaksiya olib ketish mumkin. 5 minutlik o'tsak. Agar o'z dalshi narx tushsa agar mana bu zonalardan ham ko'rishimiz mumkin reaksiyani. Endi keyingi paramiz Bitcoin USD bo'ladi. Bitcoin USD o'tgan haftada hozir qarab chiqamiz. Mana bu zonada order flow hosil qilgandi. Narx mana bu zonani buzishgacha biz analiz qilgandik. Order flowni keldi va pastga mana bu zonamizni buzib o'tdi. Sham bilan biz tana bilan buzib o'tmagan bo'lsa ham, sham bilan o'ta chiroyli buzib bergan, order flowdan zo'rishlab bergan. Keyinchalik trend long o'zgargan. Bu zonada hozir mana bu zonada iceberg hosil qilgan. Agar narx icebergga kelsa, narx qaytish ehtimoli ko'p. Kuchli zona mavjud bu yerda. Shunga shu zonadan ko'proq qaytishini kutamiz. Endi keyingisi US 500 bo'lsin. Bunga hozir mana bu zonada o'z iceberg hosil bo'lgan. Shunga shu zonadan narxni biroz impulsini ko'rishingiz mumkin tepaga. Bunga tipe bilan kirsak ham bo'ladi. Masalan, 3 ga ko'rishimiz mumkin. Longga sharedan kirt desak. Shu şekilde ishlab olishimiz mumkin keyingi haftaga. Keyingisi US 100 bu 100 ta eng yaxshi kompaniyalarning aksiyalari bo'ladi. Bunga trend ham hozir bosishlarni buzib asosiy bir trend hosil qilmayapti. Ya'ni o'rtada flatda harakatlanyapti. Bunday chiziq bo'lib harakatlanyapti. Bu bir tomonga otilib chiqish kerak vaqti kelsa agar yo bu tomonga buzib o'tiladi. Hozircha bunga aniq bir nima aytish qiyin. Bir savdo ko'rsak ham xavfli edi. Chunki narx bir tomonga buzib o'tishi xavfi ko'p. Chunki agar shunday için nima bo'lsa agar masalan uchburchak shakl hosil qiladi, shunday shu shaklda uchburchak shakl hosil qiladi. Narx agar qaytib kelsa agar mana shunday keladi. Shu yerda masalan bunday shaklda kelib, ular bitta impuls bilan chiqqandan keyin shunday kelib dalshi bu masalan buni 2-3 haftalik trend qilib bo'lsa ham bo'ladi. Buni shuni ham kutishingiz mumkin. Oxirgi paramiz US 30 bo'ladi. Bunga vaqtimiz yetmas ekan. Barchaga rahmat. Sog' bo'lasizlar.